Ashaddiy baliqxo'rlar. Ssenariy muallifi Brendon Sawyer. Rejissyor David Not. Juda ajoyib to'sin ekan. Odatda shu joyini ko'rayotib muammoga duch kelaman, lekin bu arzimas muammo albatta. Riko, menga korpusning so'nggi qismini uzatib yubor. Bo'l, so'nggi qism, keyin shishani tiqillaymiz. Yo'q, topolmadim. Nima? So'nggi qism yetishmayaptimi? Unda bir haftalik mehnatim chippakka chiqdi. Kovalski, oddiy askarning quloqlarini yop. Bu gaplarimni eshitishini xohlamayman. Kemangayam, shishangayam qanotimni qoqdim. Men baribir eshitdim. Sizlarga ishlab chiqaruvchini manzilini bera olamiz, lekin uni nima qilasizlar? Maymunzoda, bu qasos operatsiyasi. Yetishmagan qism uchun qasos. Bu haqda qancha kam bilsang, shuncha yaxshi. Yilni aytishicha, barcha qismlar o'z joyida ekan. Shunchaki sizning modelingiz Fiskin Luke kemasi ekan. Daniya. Aslida Norvegiya. Norvegiyaliklar bilan muammolaringiz yo'q, shundaymish-ki? Yo'q, men vikinglarning otash qalbi o'g'lonlariga nisbatan xayrixohman. Ular pishloq keskishni ixtiro Nima qilishgan. ham derdim, Norvegiya tahsinga loyiq ekan. 100 yil oldin Fiskin Luke New York portida katta miqdorda sho'r baliq ortilgan paytida to'satdan cho'kib ketgan. Voy, katta miqdordami? Yana o'sha baliqlar tuzlangan ekan. Baliq. Bu yetishmagan qism emas, balki kema cho'kishiga sabab bo'lgan teshik. Inson yaratgan texnika mo'rtligini eslatuvchi g'amgin xotira. Sizlar haliyam baliq haqida o'ylayapsizlar, shundaymi? Azalagan baliq to'la butun boshli kema cho'kib, qachon bizni borib chiqarib olishimizni kutyapti. Kutyapti. Bu to'g'ri so'z, Kiper. 100 yil suv ostida tuzlanib yotgandan keyin unaqa baliqni yegani sari yeging kelishi aniq. Tezroq, uni topish kerak. Tezroq, topish kerak. Telbalik hameva bilan safdosh. Bunday tentaklik uchun boshqa payt bor. Rostami? Qachon keladi o'sha payt? 18 daqiqadan keyin New York ko'rfazining tubida. Norvegiya jadvallariga ming la'nat. Metrik soqol bilan uzunlikni kim o'lchaydi? Hech kim. Radarda hech narsa yo'q, Kiper. Xotirjamlik. Asosiysi kema qoldiqlariga 5 chaqirim yaqin kelsak bas. Rikoning is olish qissa darrov uyg'onadi. Baliq. Chapga bor. Shu tomonga boramiz. Baliq. Yo'q. Baliq. To'xta. Mana u, keldik. Kovalski, baliqlarni qutqarish bo'yicha Bu variantlar. murakkab operatsiya, Kiper. 100 yil sho'r suvda yotgandan keyin bu qutiga sekin tegsak ham maydalanib ketishi mumkin. Shuning uchun ohista va ehtiyotkor harakat qilamiz. Yo'q, Riko, kerak emas, Riko. Torpedo chiqarildi. Bu endi nimasi? Yo'q, yetolmadim. Ehtiyot bo'linglar, sekin. Voy, Qoyil baliq. To'xta Riko. Men ham shu haqda gapiryapman askar. Hamma intizomga rioya qilsa baliq hammamizga yetib ortadi. Kiper, tezroq bu baliqdan totib ko'rishingiz kerak. To'g'risi qarshi emasman. Azali. Baliqcha. Mazali. Ko'rdingmi Riko? Hammaga yetdi. Hamma xursand. Sen xursandmisan? Senchi? Hammasi ajoyib. Juda soz.
Janoblar, endi ta'm sezish qobiliyatingizni nafaqaga kuzatib qo'yinglar. Chunki endi hech qachon bunday lazzatli ta'mni seza olmaysizlar. Bu baliq yaxshi ekan. Endi yana ham ko'proq baliq yegim kelyapti. Lekin mazali baliq bo'lsa. Limonli ichimlik. Sen hali ham ochmisan, Riko. Shunday mazali baliqlardan keyin oddiy konservani qanday yeyish mumkin? Hatto bilmayman. Konservalar! Baliq! Oddiy askar! Nima bo'lyapti, askar? Baliq! Kavalskiy tahlil kerak. Telbavar ko'zlar, tushunarsiz nutq. Dahshat. Aftidan Norvegiya balig'i ancha eski bo'lsa. Hech qachon baliqni ayblama, Kavalskiy. Nahotki ko'rmayapsiz? Oddiy askar baliqqa oid bakterial kasallik bilan kasallangan. Bu o'tinoyob miya kasalligi bo'lib, uni baliqxo'r telbaga aylantiradi. Ey, faqat men shunaqana. Bizga ikkitasi kerak emas. Uni davolash mumkinmi? Oradan 24 soat o'tish kerak. Shu vaqt ichida kasallikka moyillikni yo'qotish mumkin. Buning uchun birorta ham baliq yemasligi shart. Agar oddiy askar aqalli bitta baliq yegudek bo'lsa, umrbod shunday bo'lib qoladi. Afsuski. Bo'ldi. Bir qancha ijobiy tomoni ham bor. Endi oddiy askar faqat tuzlangan baliqni haddan tashqari ko'p yemaslikni o'rgatadi. Axir o'zing ham xuddi unga o'xshab ko'p yemadingmi? Menmi? Umuman olganda, ha. Men voy! Aftidan jinnimiz yana bittaga ko'paydi, do'stim. Keyingi 24 soat bu ikkalasiga umuman baliq yo'q. Xo'sh, sizchi? Yaxshi hamki meni po'lat erodam bu bemani kasallikdan bemalol himoya qila oladi. Ha. Jiddiy aytyapman. Hech qanaqa ta'sir qilmadi. Mustahkam va po'lat iroda. Baliq! Baliq yo'q. Tushlik vaqti. Mana yenglar, jirkanch hayvonlar. Qachondan beri Riko to'rtta bo'lib qoldi? Nima? Qanday qilib hech kim menga bugun taqlidlar kuni ekanligini aytmadi? Memoris bo'laman. Oy. Men zerikkanim uchun xursand bo'lishni bas qiling. Endi sizlar ham zeriksingiz kerak. Yo'q, men bunday gapirmayman. Gapirasan. Endi bu sizni robot ovozingiz. Uzatish yakunlandi. Men qirol Juliya bo'laman. Bundan chiqdi. Oyoqlarim. Hey! Ochko'z pingvincha. Boshqalarga ham nimadir qoldi. Baliq. Kabob. Juda soz. Hamma to'ydimi? Baliq! Ha, mayli jonivorlar. Yo'q, hech qanaqa baliq yo'q. Ey, nazoratchi xonim, yangi kelgan baliqlarni qayerga tushiray? Yo'q. Baliq! Qiziqarli komikslar. Baliq! Bo'lishi mumkin emas. Baliq! Bo'lishi mumkin emas. Yo'q! Yo'qol! Baliq! Yo'q! Mashinani to'xtating. Yo'qol! Baliq! Kerak emas. Baliq. Qani bo'linglar. Baliq o'zidan o'zi idishga tushib qolmaydi. Yo'q, faqat bu emas. Yo'q. Yuguringlar o'sarlar.
Riko, o'g'limda nima qarsillayapti? Ay, meni mashinam. Shunday qilib, o'ziga o'xshagan uchta telbaga qarshi kurashda ko'rsatgan yuksak matonat uchun men Rikoga ushbu dudlangan baliqni mukofot tariqasida topshiraman. Marhamat. O'ylaymanki, ochko'zlikning oqibati qanday bo'lishi haqida tegishli xulosa chiqarib oldik. Meni balig'im, meniki. Bu faqat Rikoga yarashadi. Bastakor Adam